Salom, hozir mana live o'ynaymiz. Ketdi davay. Normalniy sopernik tushsa hozir. Hali qidiryapti. Soat 2:30 bo'ldi. Oy topildi. Mafiya FK. Bunda ham Diaz bor ekan. Yaqinda ochilgan akkaunt ekan, menikiga o'xshab bu ham. Lekin mendan yaxshi o'yinchisi yo'q ekan. Ko'ramiz hozir endi. Voy, mana shu xatoga yo'l qo'ydik. Fernando Torres, bu ham o'tkazvordi. Voy. Oy, qaytar. Voy. 6-minutda gol yeb qo'ydik-ku. Luis Diaz yana urib qo'ydi. Ketdi, biz ham Luis Diaz'da uramiz endi. Nihoyatda go'zal. Davay, mashqdan tushib qo'ya olamiz ham. Harakat qilamiz. Hop. Voy. O'xshamadi. Yaxshi opit bor ekan lekin. Yugur ikkinchi gol o'tkazma endi. Voy, ikkinchi gol o'tmadi yaxshi. O'tadi deb o'ylagandim, Morerson. Hujumlarni umuman to'xtatib bo'lmayapti-yu buni. Qanaqa o'ynayapti? Tezroq o'tkiz endi. Voy, men telefonim mana shu nimagadir qotyapti boru. Mana bitta gol. Hop, chiqib ketdimi, nima qildi? Chiqib ketdi, menimcha. Kimning internet ishlamay qoldi? Menimcha uning internet ishlamay qoldi-yu. Uni ishlayapti. Voy, yana bitta gol yedik. Demoqchi edim. Yaxshi. Vaqtida ofsayd berdi. Agar gol urgandan keyin ofsayd bersa, ju tamom edi. Nimaga buni hujumini to'xtatib bo'lmayapti? Patkadan beri bo'lmayapti dalji. Voy, tushunmadim. Hop, bitta patkat o'xshadi. Fernando Torres. Yarkis pas aytirvordi nimagadir. Hop, Luis Diaz. Mourinho comeback qiladi. Mourinho. Yaxshi. Mana, nima bo'ldi? Voy, Mourinho nima qilib qo'yding? Mana Mourinhodan comeback, do'stlar. Mana Mourinho. Luis Diaz bilan Mourinho hisobni tenglashtirdi, ko'rishinglar mumkin. Qiziq o'yin ketyapti. Kim g'alaba qozonadi? Voy, tezroq chal endi shtagini. Tezroq chalsang o'larmiding? Ketdik, endi chalmay tur. Voy, men qaranglar. Men hujum boshlaganimda chalishini qaranglar buni. Luis Diaz ketdi, Mourinho yana. Hop, yana pas. Tergenshter, bilek. Yana bitta gol yedik. Demoqchi edim, yemadik. Ketdi Luis Diaz. Birga bir vaziyat. Shunda ham hozir ko'pdan olib qo'ysa, voy. Hozir yetib turdim, men ko'pdan olib qo'ysa deb. Davay, comeback qilaylik. Voy. Sopernik вообще нормально o'ynar ekan lekin.
ketdi mana Moutinho. Mana vay nima qilib qo'ydi Mourinho. Vay ahmoq Mourinho nima qilding? Buni trenerga ham berib yuborsa bo'lmaydi. Trener bo'lsa ham dabdala qiladi bu. Trener bo'lsa ham dabdala qiladi. Xo'sh. Vay, yana bitta gol yemizmi? Vay, 4-2. Vashshi zo'r o'ynashyapti. Ko'rishinglar mumkin. Vay, lekin yomon bo'ladi. 100 talik hozir comeback bo'ladi. 100 talik bo'ladi hozir comeback. Vay! Nima bo'ldi? Yaxshi, mana bitta patkat. Voy, qanaqa gol urib qo'ydi bu? Mourinho qilgan xatosini to'g'riladi. Mayli, tezroq o'tkazib tashlaymiz. Sabab sariq kartochkada qanaqadir qoida buzildimi? Masalan, qoida buzilsa, joyida sariq kartochka ko'rsatish kerak. O'yin yarimida sariq bermasdan. Yana patkatlar o'xshamayapti, yana patkatlaydi, to'xtatib bo'lmayapti bu komandani. Yutqizdik, nima ham desa bo'ladi, 4-3 normalniy o'ynar ekan, lekin bu ham ozgina yeta olmadik.